Apetiti yo'g'im, meva olib keldim senga. Onam bitta daraxt bir xil meva beraydi-ku. To'y etguncha bu daraxtlaring xohlagan libboy mevangni beradi. Aka, bir shikolat yo'qmi? Tamojni ushlab qoldi-ku. Shirin, shikolat olib keldim. Hormanglar yigitlar. Chiroq pog osilib qoldi-yu. Shirin. Telefon olib keldim senga. Kalta kalxat. Dushman chegarada. Qabul. Telefon olib keldim. Agar Shirin telefon ishlatsin desangiz, ikkita telefon olib kelasiz. Sen befarosatdan. İşte. Bitta uchrashuvga 3 ta telefon so'rayapti. Mahriya gerek so'raydi yo'q. Ayol kishining lotereyasiga 2 marta yutuq chiqadi atiga. Birinchisi uchrashuvga chiqqanda, ikkinchisi raddomdaligida. 3 kundan beri suv qo'shaman, ko'pirmaydi bu. Qolmaganda? Kraska bilan shampun zakaz qilaylik ertaga to'y. Hozir magazindan olib chiqaman. To'xta, tekin dasturchiga ayt. Ipni ulayman, vertolyotga shunday urib tashlaydi. Mazakasi. Ikkitami? 2 korobka. Akring qani? U kraskan udarki bu. Yaxshisini bering degandim, shuni berib yuborishdi. Onani shu iklardan bo'yasangiz, sochlaringiz gapiraveradi. Mana shu shampunga boshini yuvsang bo'ladi lekin. Sochni bo'yab to'yga jil qilib bizga boja topib keling-da. Ona, bu oppoq sochlaringiz to'liq yopadi va ancha vaqt turadi. Keyingi to'yga yana bir partiya jo'natasizda. Bo'l, tamom. Shiringa farq etmas, rasot kerak ekan-ku. Erta ishlashga chiqadimi endi? Uchrashuvga bormaydi. Uylanib bo'lay, o'zim bilaman. Bugun Shukrona kunimidi. Qizimni jo'natasizmi dedim. O endi 3 yil bo'lib borgan ekan. Vaqtiga qiynagandan keyin ana shunaqa bo'ladi.